Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari hamda obunachilari. Bizning klinikamizda yana bugun bir yaxshi yangilik haqida sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Yana bir bemorimiz Boymatov Hasan akamlar Toshkent viloyati Bekobod tumanidan bizga tashrif buyurganlar. 62 yoshdalar. Bu kishida ancha yillardan buyon Parkinsonizm kasalligi bilan og'rib kelganlar va harakatlari juda ham sust bo'lib, ovqat hazm qilishlari juda ham qiyin bo'lib, ovqat yesa hazm bo'lmay, oshqozonlarda gaz va kasalliklari paydo bo'lib, harakatlari juda ham chegaralangan holatda bizlarga murojaat qilganlar va bizlar amakimni yaxshilab tekshirib ko'rib, inshaalloh davolash chora-tadbirlarini ko'rdik hamda amakimda rezultatlar Allohga behisob shukr juda ham yaxshi. Bugun mana 4-kun sizlarniki. Bugun 4-kun o'zlarini ancha yaxshi his qilib, bemalol harakatlanib qoldilar. Assalomu alaykum Hasan aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, Xudoga shukr. Salomatmisiz? Xudoga shukr. Yaxshi. Xudoga shukr. Qanday endi ahvol? Ahvol kelganimda mana e'tibor bergan bo'lsangiz, men yura olmasdim. Mana Xudoga shukr, kelganimga bugun 3-kun bo'lsa, 4-kun bugun bo'lsa, yaxshi Xudoga shukr. Yaxshi. O'zgarish bor. Ovqat yeyapsizmi? Xudoga shukr. Yaxshi. Harakatlar yaxshi. Harakatlar zo'r. O'zingiz o'tirib olyapsiz. O'zim turaman. Молодец. Yaxshi. Yuryapsiz. Sportist ham bo'lib ketibsiz, inshaalloh. Yaxshi. Men yolg'on gapirmay, Xudo oldida o'tirib. Albatta, ro'za Ramazon kunlari bu kelganimda yura olmasdim, mana qilib. Yo'q, Xudoga shukr, men kelganim 4-kun shu sizlarning sharafat o'qonlaringning ta'siri bilan mana shunchalik bo'ldim, Xudoga shukr. Inshaalloh. Inshaalloh davomiy bo'lsin. Har doim shunaqa sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Harakatlarni bir ko'rsatib beringchi, qo'l-oyoqlarda dvijeniyalar ancha yaxshi. Bunaqa harakatlar yo'q edi, hurmatli obunachilar. Mana yurishimni ham ko'ringlar, mana yuribdilar. o'tirsam tura olmasdim, mana hozir Xudoga shukr yolg'on gapirish kerak yo'q. Xudo aldi gunohkor, mana o'rnimdan tura olaman o'zim. O'zingiz o'rningizdan turyapsiz, Ko'rpani ko'tara olmasdim, Xudoga shukr, ko'rpani ko'tara olmasdim. Ko'rpani ko'tara olmasdingiz. Biz deyarli ko'tarib chiquvdik siz, Ko'rdingiz, ko'tarib chiqqanda o'g'illari Hasan akamlar ko'tarib olib chiqqandilar. Mana qotib qolardi, mana o'zim. Harakatlar juda ham yaxshi. Men o'zim ham juda ham xursandman. Avvalambor shifo Alloh tomonidan beriladi albatta. Bizlar bir sababchimiz. Bizning klinikamizda neurokardiomedik klinikasiga juda ham ko'p bemorlar Parkinsonizm, qolaversa barcha nerv kasalliklari bilan murojaat qilishadi. Maksimal darajada eng yuksak darajada lecheniyalar, ya'ni davolash muolajalarini olib borishga harakat qilamiz. Bemorlarimizda har biriga alohida standart asosida yondashamiz va eng zamonaviy asbob-uskunalar yordamida tekshiruvlarni olib boramiz hamda dori vositalarimiz ham eng yaxshi samara beradigan dori vositalarini tanlab olib, o'sha dori vositalaridan foydalangan holda bemorlarni davolaymiz. Albatta shifo Allohdan bizlar sababchi bo'lamiz. Kimda kim nevrologik kasalliklari bilan, jumladan Parkinsonizm kasalligi bilan og'rigan bo'lsa, bizlarga murojaat qilib, quyidagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Albatta bizlar tekshiruvlarni olib borib yordam ko'rsatishga harakat qilamiz va bizlarga oxirgi paytda eng ko'p bo'layotgan savollar Parkinson kasalligi to'liq tuzaladimi? Parkinson kasallikda oshqozon hazm qilish sistemasi buzilishlarida nima choralar ko'rishimiz kerak? Va shunga o'xshagan savollar ko'p bo'lyapti. Agar bu savollar sizni qiziqtirsa, albatta telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Bo'sh vaqtimizga qarab har bitta savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Hech kim kasal bo'lmasin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.